Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sirojiddin o'shining Badul Amol asarlarini o'qitgan edik. 23-bayt. Bu bayt payg'ambarlarga va farishtalarga iymon keltirishlik bayoni edi. Va fardun lazimun tasdiqu ruslin va amlaki kiromin bin nawali. Mazmuni rasullarni va in'omlar bilan ulug'langan farishtalarni tasdiqlash lozim farzdir. Nazmiy bayoni farzu lozim erur tasdiqlash rasullarni ham in'omlarla sharaflangan malaklarni. Demak, payg'ambarlarga iymon keltirishimiz lozim lobud. Xuddi shunga o'xshagandek, farishtalarga iymon keltirishimiz ham lozim lobud. Iymonning 7 ta sharti sanalganda ana shu ikkalasi bor. Amantu billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Demak, payg'ambarlar va rasullarga iymon keltirishlik lozim va lobud bo'ladi. O'tgan darsimizda payg'ambarlarga iymon keltirishi haqida dars qildik. Bugun ikkinchi qismi. Bugungi mavzuimiz farishtalarga iymon keltirishlik tushunchasi. Farishtalarning borligiga iymon keltirdim degan so'zning ma'nosi qanday bo'ladi? Farishtalar qancha? Ularning sifatlari, ular ham yeydimi, ichadimi, ular ham uxlaydimi, ular ham charchaydimi? Farishtalar nima ishlar qiladi? Mana shular haqida inshaalloh batafsil to'xtalib o'tishga harakat qilamiz. O'shi rahmatullohi alayh o'zining so'zlarining davomida ham in'omlarla sharaflangan malaklarni deb farishtalarga iymon keltirishlik lozimligini ta'kidladi. Farishtalar Alloh azza va jallaga isyon qilmaydigan, nurdan yaralgan Alloh taoloning mahluqotlari. İnsanlar nafas olishdan charchamaganlaridek, farishtalar ham Alloh taologa toat ibodat qilishidan charchashmaydi. Ularning orasida erkaklik va ayollik degan sifatlar yo'q. Ular yemaydi, ichmaydi, uxlamaydi, gunoh qilmaydi va turli shakllarga kirishlik salohiyatiga ega. Ular mana shu imtiyozlardan tashqari ko'plab fazilatlar bilan hurmatlangan hurmatli zotlar bo'ladi. Demak, farishtalarning borligiga iymon keltirishimiz siz bilan bizdan qat'iy talab qilingan amal. Ana shu iymonning 7 ta shartidan 6 tasiga ishonib turib, bittasiga ishonmasangiz, iymonsiz bo'lasiz. Men hammasiga ishonaman, farishtalarni ko'rmaganman. Kim ko'ribdi desa, bu odam kofir bo'ladi. Shubhasiz ishonishligimiz kerak bo'ladi. Chunki Qur'oni Karimda ham, birodarlar, Qur'oni Karimda ham, hadis sharhlarda ham payg'ambarlarga iymon keltirish haqida juda ham ko'plab xabarlar kelgan. Astagfiru billah. Amanar rasulu bima unzila ilayhi min robbihi val mu'minun kullun amana billahi va malaikatihi va kutubihi va rusulihi. Baqara surasi. Payg'ambar Muhammad alayhisalom o'ziga Parvardigoridan nozil qilingan narsaga, oyatlarga iymon keltirdi. Va mu'minlar ham ularning har biri Allohga, farishtalariga, kitoblariga, payg'ambarlariga, hammasiga iymon keltirdi. Mana oyat bilan sabit bo'lyapti, farishtalarga iymon keltirishlik farzligi. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam kunlarning birida odamlarning oldiga chiqib turganlarida bir kishi kelib, "Ya Rasululloh, iymon nima?" deb so'radi. Rasululloh aytdilar: "An tu'mina billahi va malaikatihi va kutubihi va liqoihi va rusulihi va tu'mina bil ba'thi" dedilar. Iymon nima? Allohga, uning farishtalariga, kitobiga, unga yo'liqishga, uning payg'ambarlariga va qayta tirilishga iymon keltirishing, ya'ni ishonishing dedilar. Mana shu narsa iymon bo'ladi. Bu hadisdan ham ma'lum bo'lyaptiki, farishtalarning borligiga ishonmagan odam mo'min bo'lmaydi. Bir davrlar bo'lgan. Doskani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ko'ryapmiz. Partani ko'ryapsizlarmi bolalar? Ko'ryapmiz. Mailni ko'ryapsizlarmi bolalar? Ko'ryapmiz. Demak, bular bor, shuning uchun ko'ryapmiz. Endi Allohni ko'ryapsizlarmi? degan.
Nima deydi endi yosh bolachalar? Yo'q degan. Ana. Bo'lganda ko'rinardi deyishgan. Ya'ni shu darajada bir hamoqatki, insonni ko'zi ko'rsanglar bor, ko'rmasa yo'q degan e'tiqod bu ahmoqona e'tiqod. Havoni kim ko'ryapti? Bormi yo'qmi? Ko'zi ko'rmagan juda ko'p narsalar bor. Mana masimda shunday chiqaribdi, o'sha endasin. O'zi hech narsa yo'q. Просто o'sha endasin-da, o'zi cho'chiysiz, to'q bo'lishi mumkin-da. Ko'rinadimi to'q? Farishtalarning borligiga iymon keltirishlik, birodarlar, musulmonlarning hayotida ulkan ta'siri bor va juda ko'p foydalari bor. Masalan, farishtalar bandalar qilayotgan har bitta ishni kuzatib turadi, yozib turadi deb e'tiqod qilgan odam hech kim ko'rmayotgan joyda ham gunoh ma'siyat qilmaydi. Bittasi shokoladni shunday o'g'irladariga kasr uxlab qolgan ekan. Shunday olib qarasa, kamera turibdi. Kamerani ko'rmay turib o'g'irlik qilyapti. Ammo kamerani ko'rgandan keyin zapis bo'lib qoladi-da. O'shuncha nima qilyapti? Shokoladni maga qo'yib turib, o'sha pulni qo'yib turib, ko'rsatib turib inab ketyapti. Ammo musulmon odam o'zini uyini podvaliga kirib ham saratonda ro'za bo'lganda nimani ichmaydi? Hech narsani ichmaydi, chunki ko'rib turadi farishtalar deydi. Demak, bitta foydasi shu. Yana qiyinchilik paytida ham sabr qilishi oson bo'ladi. Kimni sabr qilishi oson bo'ladi? Farishtalar yozib turibdi, ko'rib turibdi deb e'tiqod qilgan odam. Demak, birodarlar, bu va bundan boshqa foydalari juda ham ko'p. Farishtalarning borligiga iymon keltirishlik. Mana endi savol. Farishtalar qachon yaratilgan? Farishtalar Odam alayhisalomdan oldin yaratilgan. Chunki Qur'onda oyat bor. Astagfirullah. Va iz qala robbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifa. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha va yasfiku ad-dima. Eslang, vaqtiki Parvardigoringiz farishtalarga men yer yuzida xalifa qilmoqchiman dedi. Shunda farishtalar unda, ya'ni yerda fasod qiladigan, nohaqdan qon to'kadigan kimsani yaratmoqchimisan deydi. Ya'ni farishtalar hali Odam alayhisalom yaralmasdan turib borligiga mana shu oyat nima bo'ladi? Dalil bo'ladi. Endi insonlar yer yuziga kelganda buzg'unchilik qilishligini farishtalar qayoqdan bilishdi? Hali yaralmadi-yu. Hali qarangda, odamni ham demadi Alloh taolo, yer yuziga xalifa yaratmoqchiman dedi. O'rinbosar dedi. Ammo malaikalar darrov aytishdi. Gunoh qiladigan, urush qiladigan, nohaq qon to'kadiganlarni yaratasanmi? Qayoqdan bilishdi? Ulamolar bir qancha javobni berishadi bunga. Alloh taolo bildirgan, Lavhul Mahfuzni o'qishgan. Farishtalar faqatgina o'zlarining ma'sum, begunoh bo'lishganligini bilishgan va oxirgisi saqolayn, ya'ni insonlar bilan jinni taqqoslagan. Bu yer yuzida Odam alayhisalomdan avval jinlar yashagan. Mana shu nohaq qonlarni ko'p to'kkan, ko'p buzuqchilik qilgan, Alloh taolo ularni yo'q qilgan. Mana endi ularni o'rniga yaratadi. Odam alayhisalomni xalifa qilib. Farishtalar bu narsani ana shu jinlarga taqqoslab turib, bular ham o'shuna qiladi-da degan ma'noda Alloh taologa mana shunday savolni berishgan. Farishtalarni asl qiyofasida ko'rish mumkinmi? Asl qiyofasida ko'rish mumkin emas. Chunki ular nurdan yaralgan bo'lganligi uchun inson toqati uni ko'rishlikka yetmaydi. Shuning uchun asl qiyofasidan boshqa bir qiyofaga o'tsa, masalan, inson ko'rinishiga kiradigan bo'lsa, shunda ko'rishi mumkin. Mana Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam sahobalar bilan o'tirganlarida Jabroil alayhissalom notanish bir kishi suratda kelganligi yoki Banu Qurayzaga payg'ambarimiz qo'shin yuborishdan avval Jabroil alayhissalom Dihyatul Kalbi ismli sahobani ko'rinishda kelganligi. Shular misol bo'lishi mumkin. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam Jabroil alayhissalomni o'zining asl suratida 2 marta ko'rganlar. Va laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Birinchisi ana shu payg'ambar bo'lganida Hirodan tushib kelayotganlarida payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam qo'rqib, "Ey Muhammad" degan ovozni eshitdim dedilar. Boshimni ko'tarib qarasam, Jibril osmon bilan yer o'rtasidagi muallaq arshida o'tirar edi. 600 ta qanoti bor edi deydi. Boshimni qaysi tomonga burmay Jabroilni ko'rardim deydi.
Ya'ni bu Jabroil alayhissalomda qanchalar katta farishta ekanligini dalili. Biz aytgan oyatda aytildi, tahqiq Muhammad alayhissalom uni Jabroil alayhissalom ikkinchi marta Sidratul Muntahoda ko'rdi. 2 martagina ko'rgan payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam. Endi siz bilan biz farishtalarni ko'rishimiz mumkin emas. Farishtalarning adadi qancha? Astagfirullah, va ma ya'lamu junuda robbika illa hu va ma hiya illa zikro lil bashar. Robbingni askarlarini o'zidan boshqa hech kim bilmas. Allohning qanaqa qo'shini, qanaqa armiyasi borligini faqat o'zi biladi. Hech kim bilmaydi farishtalarning sanog'ini Allohdan boshqa. Yana hadis sharifda aytilgan, Rasululloh mana shu Me'roj kechasida Ka'batullohning qoq ustida 7-osmonda Baytul Ma'murni ko'rganini aytadilar. Uni har kuni 70 mingta farishta tavof qiladi. Bir marta tavof qilgan farishta ikkinchi marta qaytib kela olmaydi. Demak, bundan ma'lum bo'ladiki, farishtalarning adadini qancha ekanligini yolg'iz Alloh subhanahu va taolo o'zi biladi. Farishtalar uxlaydimi? Farishtalar uxlash, charchashga o'xshash insonlar va boshqa hayvonlarga xos sifatlarga ega emas. Ular charchamaydi. Ular yemaydi. Ular uxlamaydi. Ular chanqamaydi. Ularda erkak ayollik yo'q. Astagfirullah, yusabbihuna al-layla wan-nahara la yafturun. Alloh taolo Qur'onda aytayapti, ular kecha va kunduz tasbih aytarlar, charchamaslar. Nafas olib charchaganmisizlar? Yo'q, mumkin emas nafas olib charchash. Chunki nafas olib charchab, jinni dam olib oladi desa ketib qolasiz. Farishtalar charchamaydi. Doimiy suratda ibodatdan mashg'ul bo'lishadi. Bularda charchashi degan narsa bo'lmaydi. Farishtalarning surati. Farishtalar go'zal suratda bo'lishadimi? Farishtalar nihoyatda go'zal suratda bo'ladi. Astagfirullah, allamahu shadidul quwa zu mirratin fastawa. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallamga shiddatli quvvat egasi ta'lim berdi. Jabroil alayhissalom vahiyni olib berdi. Mirrat egasi ko'tarildi. Abdulloh ibn Abbos mana shu mirrat so'zini go'zal ko'rinish egasi deb tafsir qilgan. Farishtalarning hammasi chiroyli bo'ladi, birodarlar. Azob farishtalardan tashqari. Endi farishtalarning turlari. Farishtalar ikkiga bo'linadi. Birinchisi, bashariyatga taalluqli bo'lgan bironta xizmatga mas'ul bo'lmagan, faqatgina ibodat bilan mashg'ul bo'ladigan farishtalar. Bu turdagi farishtalar muqarrab farishtalar deyiladi. Ya'ni Alloh taologa yaqin bo'lgan farishtalar. Ikkinchi turi bashariyatga taalluqli bo'lgan biron bir xizmatga mas'ul bo'lganlari. Bu turdagi farishtalarni qanday vazifalarga tayin qilganligi hadislarda aytilgan. Mana endi farishtalarning vazifalari, turlarini ko'rib chiqamiz. Alloh taolo bu farishtalarga juda ko'p xilma-xil vazifalarni yuklagan. Ulardan ayrimlarining nomlari va qanday vazifalarni bajarishligi Qur'onda aytilgan. Birinchisi, Jabroil alayhissalom. Qur'oni Karimda bu farishta Ruhul Amin ismi bilan zikr qilinadi. Jabroil alayhissalom Ruhul Amin. Astagfirullah, innahu laqawlu rasulin karim, zi quwwatin 'inda zil arshil makin, muta'in thumma amin. Albatta u Qur'on bir ulug' elchi. Jabroil Alloh huzuridan keltirgan vahiy so'zidir. Jabroil quvvatli, arshning sohibi, Alloh nazdida martabali, u joyda farishtalar tomonidan itoat etiluvchi va ishonchli zotdir. Jabroil alayhissalom farishtalarning raisi hisoblanadi. Jabroil alayhissalomga yuklatilgan vazifa hamma payg'ambarlarga u farishta vahiy olib kelgan. Astagfirullah, va innahu tanzilu robbil alamin, nazala bihi ruhul amin ala qalbika litakuna minal munzirin. Albatta bu Qur'on olamlar Parvardigorining nozil qilgan kitobidir. Uni Ruhul Amin olib kelib, ogohlantiruvchi payg'ambarlardan bo'lishingiz uchun qalbingizga tushirdi. Birinchisi Jabroil alayhissalom, u zotning vazifasi nima ekan? Vahiy olib tushishlik. Ikkinchisi Mikoil alayhissalom. Bu ulug' farishta Qur'oni Karimda ismi alohida zikr qilingan. Yana Jabroil alayhissalom ismi aytilgandan keyin orqasidan aytildi. Astagfirullah, man kana aduwwan lillahi va malaikatihi va rusulihi va Jibril va Mikala
fa innalloha aduwwun lil kafirin. Mana Mikala deb turib, Mikala alayhisalom ismi alohida aytiladi. Kim Allohga, uning farishtalariga, payg'ambarlariga, Jabroil va Mikoilga dushman bo'lsa, Alloh ham u kofirlarga dushmandir. Ikkita farishtani aytdik. Jabroil alayhisalom, Mikoil alayhisalom. Uchinchisi Isrofil alayhisalom. Qiyomat kunini vaqti soati bo'lganida mana shu farishta u kishiga berilgan surga dam uradi. Surga puflaydi. Mana shu farishtaning, bu ulug' farishtaning vazifasi qiyomat soatini boshlanganini e'lon qilish, qiyomatni boshlash. Astagfirullah. Va nufixa fis-suri fasa'iqa man fis-samawati va man fil-ardi illa man sha'alloh. Thumma nufixa fihi ukhra fa idahum qiyamun yanzurun. Sur chalinishi bilan osmonlar va yerdagi bor jonzot o'ladi-da, illo Alloh xohlagan zotlargina tirik qolurlar. So'ngra u yana bir bor chalinganida nogoh ular butun xaloyiq turib Allohning amriga qarab turgaylar. Surni choladi, hamma o'ladi. Alloh xohlaganlardan tashqari. So'ngra Alloh taolo Isrofil alayhisalomni o'zini tiltiradi, ikkinchi marta surga chalishlikka buyuradi, butun xaloyiq tiriladi. Jabroil alayhisalom, Mikoil alayhisalom hamda Isrofil alayhisalom. Mikoil alayhisalom, birodarlar, Alloh taolo tomonidan u farishtaga yuklatilgan vazifa yomg'ir va nabototlarga vakil qilingan. Bandalarning rizqlarini ulashlik ham mana shu Mikoil alayhisalomning vazifasi deyiladi. To'rtinchisi Malakul Maut. Ya'ni siz bilan biz Azroil alayhisalom deb ataymiz. Endi bu farishta ruhlarni olishga vakil qilingan. Bu farishtani Azroil deb nomlanishligi haqida ulamolar o'rtasida ixtiloflar bor. Chunki ba'zilar Qur'onda ham sunnatda ham Azroil degan ism kelmagan. Shuning uchun bu farishtani Malakul Maut, o'lim farishtasi deyishlik to'g'ri bo'ladi deyshadi. Aysar Tafassir tafsirida esa o'lim farishtasining ismi Qur'onda kelmagan, ammo ahli sunna uning ismi Abdulloh ma'nosini ifodalovchi Azroil ekanini e'tirof etadi deyilgan. Abdulloh degan Azroil degan ekan. Ya'ni Aysar Tafassirda shunaqa deyapti. Lekin o'sha Abdulloh ma'nosini Allohning qulida, hammamiz ham Allohning qulimizda o'zi. Astagfirullah. Qul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum thumma ila robbikum turja'un. Mana malakul maut haqida yana bitta oyat. Ayting, sizlarga vakil qilingan o'lim farishtasi jonlaringizni olur. So'ngra Robbingiz huzuriga qaytarilursiz. Jabroil alayhisalom, Mikoil alayhisalom, Isrofil alayhisalom, Azroil alayhisalom. Endi 5-inchisi mana shu o'lim farishtasining yordamchilari. Bular ikkiga bo'linadi. Rahmat farishtalari, azob farishtalari. Ana shu hadislarda aytilgan, mo'min kishini dunyodan chiqib oxiratga o'tadigan payt kelganda ko'zi yetadigan masofada oppoq, yuzlari nihoyatda chiroyli, xushbo'y, jannatdan kafallilarni olib kutib turishadi deydi farishtalar. Endi kofir, fosiq yoki munofiq mana shunday dunyodan chiqadigan payt bo'lganda ko'zi yetadigan masofaga juda ham bir qo'rqinchli jahannamdan kafallik olib kutib turgan farishtalar bo'ladi deydi. Demak, 5-turdagi farishtalar rahmat farishtalari, azob farishtalariki, Azroil alayhisalomning yordamchilari. Qachoniki birortangizga o'lim kelsa, elchilarimiz kamchilikka yo'l qo'ymagan holda uni vafot ettiradilar. 6-si Alloh taoloning arshini ko'tarib turuvchi farishtalar. Astagfirullah. Allazina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi robbihim. Arshni ko'tarib turadigan va uning atrofidagi farishtalar yakka yagona Parvardigorlariga hamd bilan tasbih ayturlar. Birinchisi Jabroil alayhisalom, Mikoil alayhisalom, Isrofil alayhisalom, Azroil alayhisalom, Azroil alayhisalomning yordamchilari. 7-si Rizvon. Bu farishta jannat qo'riqchisi, birodarlar. Ana shu katta hadisda payg'ambarimiz aytadilar: "Ya Rizvon", Alloh taolo aytadi: "Ya Rizvonu iftah abwabal jinani va ya maliku aghliqi abwabal jahannam." Ana shu Ramazon oyi kelgan paytda Alloh taolo xitob qiladi: "Ey Rizvon, jannat eshiklarini ochgin. Ey Malik", bu keyingi farishtaning ismi, "do'zax eshiklarini Muhammad alayhisalomning ummatdan bo'lgan ro'zadorlar uchun yopgin."
8-inchisi jannat xizmatchilari. Bu farishtalar jannatga kirganlarga xizmat qilish uchun tayin qilingan. Jannatiylar xizmatiga tayyor bo'lib turadigan farishtalarning adadini Alloh taolodan boshqa hech kim bilmaydi. Haligi yoshligida balog'atga yetmasdan o'lib ketgan farzandlari borlarga aytiladiki, bolangiz jannatda xizmatingizni qiladi deydi. Bu noto'g'ri. Balog'atga yetmasdan o'tib ketgan bolangiz jannatda xizmat qilmaydi. Chunki jannatda xizmat qiladigan farishtalar bor. Va abadiy g'ilmonlar bor. Yosh bolalarki, abadiy ular hech qachon katta bo'lmaydi. Jannatda xizmat qiladigan xos Allohning mahluqlari bor. Astagfirullah. Jannatu adni yadkhulunaha va man salaha min abaihim va azwajihim va zurriyatihim wal malaikatu yadkhuluna alayhim min kulli bab. Salamun alaykum bima sabartum fa ni'ma uqbad-dar. So'ngra ularning huzurlariga har bir eshikdan farishtalar kirib derlar. Alloh yo'lida turli mashaqqatlarga sabr qilib o'tganlaringiz sababli endi bu yerda sizlarga tinchlik bo'lgay. Dunyo oqibati jannat naqadar yaxshidir. 9-inchisi zaboniyalar. Endi jahannam qo'riqchilari. Astagfirullah. La tubqi va la tadar lawahatun lil bashar alayha 19. Muddassir surasida Alloh taolo aytadi, u biron kofirni qoldirmas, qo'ymas, balki kuydirib halok qilur. U 500 yillik masofadan insonlarga yaqqol ko'rinib turguchidir. Uning ustida 19 farishta qo'riqchilik egalik qilur. 19 ta farishta jahannamning qo'riqchilari, jahannamda bandalarga azob beradigan farishtalar. Zaboniyalarning, mana shu jahannam farishtalarining boshlig'i Molik deb ataladi. Do'zaxga tushganlarni mana shu azobga chidamasdan ana shu farishtaga nido qilganligi haqida Qur'onda xabar keladi. Do'zaxga tushdi, azob qattiq bo'lib ketdi. Shunda do'zaxdagilar ana shu Molikka, farishta Molikka xitob qiladi. Astagfirullah. Wa nadaw ya maliku liyaqdi alayna robbuk qala innakum makithun. Ular do'zaxiylar. Ey Molik, Parvardigoring bizga o'z hukmini qilsin, ya'ni o'ldirsin, jonimiz olsin deb nido qilganlarida u farishta sizlar shu azobda mangu qoluvchisiz deydi. Ya'ni o'lib qutulaylik, o'ldirsin bizni deb so'raganida Molik shunday javob beradi. 10-inchisi hurmatli yozib turuvchi farishtalar. Va inna alaykum lahafizin kiroman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Holbuki sizlarning ustingizda yodlab turuvchi farishtalar bor, yozuvchi ulug' zotlar, ular siz qilayotgan ishlarni bilurlar. Har bitta aqli hushi o'zida bo'lgan, balog'atga yetgan kishini yelkasidagi farishtalar balog'atga yetgan kunidan boshlab uni daftarini ochadi. O'ng tomondagi farishta savob amallarni yozsa, chap tomondagi farishta gunoh amallarni yozadi. Ularning siyohi tugab qolmaydi, daftari to'lib qolmaydi, ular uxlamaydi, ular chalg'imaydi. Faqatgina ikkita holatda yelkamizdan tushib turadi. Qazoi hojatda va ahllari bilan yolg'iz qolganda. 11-inchisi saqlovchi farishtalar. Bu farishtalar insonni jin, shayton va turli ofatlardan saqlash ishiga tayin qilinishgan. Insonni hifz himoya qilib turadigan bu farishtalar haqida Alloh taolo shunday deydi. Astagfirullah. Lahu muaqibatun min bayni yadayhi va min xalfihi yahfazunahu min amrillah. Bilasizmi? O 5 metrdan guppa tushasiz, hech narsa bo'lmadingiz. Gursotda mashinangiz o'rdingiz, pachaqa chiqib ketdingiz, siz baloninglar qiyshaygan bo'ladi. Xudo saqladi-da deysiz. Uning, ya'ni insonning oldida ham, ortida ham ta'qib etuvchi farishtalar bo'lib, ular Allohning amri bilan uni muhofaza qilib tururlar. Inson qanchalar taqvoli, qanchalar Allohga yaqin, qanchalar zikrda ko'p bo'lib, qanchalar xayr ihsonli, qo'yinki taqvoli bo'lgan sari mana shu qo'riqchi farishtalar soni shunchalar ko'p bo'ladi. Va mana shu hadislarda aytilishicha, xabarlarda kelishicha, siz bilan bizni qo'riqlab turgan farishtalarning peresmeni 2 mahal bo'ladi. Asrdan keyin va bomdoddan avval. Akalar, bu aqidamizda bor narsa. Qanchalar taqvoli bo'lasiz, qanchalar xayr ihsonli bo'lasiz, qanchalik zokir bo'lasiz, Allohni ko'p zikr qiladigan. Taqvoli bo'lganingiz sari farishtalarning soni shunchalar nima bo'ladi? Ko'p bo'ladi. 12-inchisi bachadonga tayin qilingan farishta. Bu farishta onaning qorniga nutfa bori o'rnagandan keyin 121 kunga to'lgandan keyin 4 ta narsani taqdiriga yozishga buyurilgan. Rizqini, ajalini, amalini, baxtli va baxtsiz ekanligini.
13-si tog' farishtalari. Bu farishtalarni Alloh taolo tog'larning ishiga tayin qilgan. Mana payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamni Toif ahli toshbo'ron qilib, xor qilib chiqarganida Jabroil alayhissalom bilan tog' farishtalar kelganligi va ular payg'ambarimizni buyrug'ini kutib turganligi, agar xohlasa mana shu shahar ahlarini ikkita tog'ning o'rtasiga olib qorishtirib tashlashligini aytgan. Sahih rivoyatlar bor. Lekin payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallam ularni duo ibodat qilmasdan, agar bulardan iymonli odamlar chiqmasa, ularni zurriyotlaridan chiqishligini umid qilib, haqlarga duo qilgan. 14-si kezib yuradigan farishtalar. Bu farishtalar yer yuzida aylanib yurishga buyurilgan. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam aytadilar, Abdulloh ibn Mas'uddan, Alloh azza va jallaning yerda kezib yuradigan farishtalari bor. Ular menga ummatimdan salom yetkazadilar. 15-si duo farishtalari. Bu farishtalar do'sti birodarlarning haqqiga maxfiy holatda duo qilayotgan odamlarni duolariga tayin qilingan. Ana shu duo qilayotgan odamga birodaringga so'ragan narsa senga ham bo'lsin, amin deb turadi. Shuning uchun sizni haqqingizga g'aybi zohirdan qilayotgan paytda duoingizni ijobat bo'lishini umid qilavering. Chunki farishta amin deb turadi, lekin misladalik. Senga ham shuncha narsa bo'lsin deb turadi. Shuning uchun g'aybi zohirdan duo qilaylik bir-birimizga. Ma'qulmi? 16-si bandalarning ruhlarini yuqoriga olib chiqadigan farishtalar. Bu farishtalarga vafot etgan bandalarning ruhlarini yuqoriga olib chiqishlik vazifasi berilgan. Rasululloh aytadilar, qachon mu'minning ruhi chiqsa, uni ikki farishta qabul qilib olib, yuqoriga olib chiqadi. Va katta hadis, fosiq odamni ruhi ajragan paytda uni ham ko'tarib olib chiqadi, lekin birinchi osmondan qaytariladi. Demak, 16-chi biz siz o'qiyotgan farishtalar insonlar vafot etganda ruhini yuqoriga olib chiqadigan farishtalar. 17-si Munkar va Nakir. Bu farishtalarning nomi notanish ma'nosini bildiradi. Bu ikkalasi mayitga notanish bo'ladi. Mayit ulardek ko'rinishini oldindan ko'rmagan bo'ladi. Bu ikkala farishta qabrga qo'yilgan paytda bandani so'roq savol qiladi. Munkar va Nakir. Farishtalar vafot etadimi? Isrofil alayhissalom surga puflagan paytda Alloh ularni vafot etmasliklarini xohlagan ba'zi farishtalardan tashqari hamma farishtalar vafot etadi. Bunga dalil va surga puflandi. Osmonlar u yerda kim bo'lsa qulab o'ldi. Magar Alloh xohlaganlargina qoldi. So'ngra unga yana bir bor puflandi, bas to'satdan ular turib intizor bo'ldilar. Demak, Alloh xohlaganlargina tirik qoladi deganda Imom Moturidi aytadiki, Jabroil, Mikoil, Isrofil va Malakul Mautlardir. Vallohu alam deb tafsir qilgan. Imomi Bayhaqiy Anas roziyallohu anhudan rivoyat qilgan hadisda mazkur farishtalarning hammasi birma-bir vafot etishining xabari berilgan.